Bo'ldi, ketdi. Olding? Antifriz yonadimi yo'qmi? Qani bitta ko'ramiz. Bismillah. Voy, svetni o'chiramiz. Qani ko'ring. Qani, yonyaptimi yo'qmi? Voy, antifriz yonyapti, sizlar ko'ryaptimi? Mana ko'rasizlarmi? Antifriz yonyapti. Qaynagandan keyin o'zidan mana shu yonadigan modda chiqar ekan. Bu spirtdan qilinganda, aka. 18 mingga olingan antifriz. Ertaga mashinalar yonib ketmasin. Shuning uchun antifriz olayotgan paytinglarda juda ham ehtiyot bo'lib, tanlab olinglar. Bu ana sizlarga o'yinchoq emas bu. Biz bugun bozordan antifrizlar olganmiz, har xil turdigisini 1 tiyinga qimmatdan tortib eng qimmatlarigacha laboratoriyaga kelganmiz, katta zavodga, aynan antifriz chiqargan zavodga. Sizlarga bugun hamma sekretlarni ochib tashlaymiz. 90 gradusda уже qaynayapti antifriz. Voy, suv 100 gradusda qaynaydi. Nima unaqa bo'ldi? Demak, yaxshi emas bu. Undan ko'ra-chi gidrolaf quyib yuringlar, akalar. Bugungi kunda talabga javob beradigan klass G12 hisoblanadi. G12 qizil rangda bo'ladi. Lekin hozir biz ko'rib turibmizki, G12 ligini qilmadi, ya'ni yonib ketdi, ikkinchidan 90 gradusda qaynab ketdi. Biz hozir qolgan antifrizlarni ham test qilib, mana shu natijalarni yozib boramiz. Og'irligini, necha gradusda qaynashini, necha gradusda muzlashini, hammasini natijasini yozib ko'rsatib beramiz. Bozorda gap bor, ko'k antifrizga ko'k, qizil antifrizga qizil dalivka qilish kerak deyshadi. Bo'lmagan gap, rangiga qarab emas, klassiga qarab quyiladi. 95% qizil antifrizda G11 bo'ladi. Aslida haqiqiy qizil antifriz G12 bo'lish kerak. Ikkita qizil antifriz G11, G12 ni qo'shilsa, mana shunaqa holatga keladi. Ya'ni qaynagan paytda, qizigan paytda ranglari o'zgarib, pishib, nakiplar hosil bo'ladi. Bu esa mana bunaqa holatga olib keladi. Ichini ko'rsating, qorayib yotibdi. Shu musorlar bor, radiator ichida ham bo'ladi. Radiatorning trubkalari o'zi ingichka bo'ladi. Endi uni ichi to'lib qolgandan keyin sirkulyatsiya bo'lmagani hisobiga motor qizib qoladi. Biza bozordagi barcha deya qolaylik, barchasini test qilib bo'ldik. Laboratoriyadagi 4 ta ayol kishimizga rahmat, opalar, kattakon. Xo'p, ketdi, boshlaymiz. Birinchisi 28600 minus 39 yomon emas, o'zi 45 bergan ekan, gap bo'lishi mumkin. 108 gradusda qaynaydi ekan. Buni olib qolamiz. Keyingisi 27000 so'm ekan, qimmat ekan. Minus 48. Вообще mana qarzi chalib o'ragan darajada cho'tki 110 gradusda qaynaydi ekan. Bo'ldi. Keyin 16500 narxi arzon ekan. Xo'p. Kristallizatsiya tak minus 29 bo'lmaydi. Buni sekin ortga surib qo'yamiz. Boyani yongani bor edi-yu, bu ham qaranglar 18000 narxi arzon bo'lgani bilan 31 gradus. 91 gradusda qaynayapti. Bu вообще musor, buni olib boramiz. Brendini ko'rsatmaymiz. Xo'p, o'zimizning mahsulot 19000 so'm. Narxiga e'tibor beringlar. Minus 45 gradus. Manbalar bilan konkurent qilyapti, lekin narx jihatdan bu arzon chiqadi. Mana shu 3 ta to'pni hozir olib qo'yamiz alohida qilib. Xo'p, mana bu yerda narxlari 20000, 17000, 14000, bularning graduslari hammasi yaxshi chiqyapti. Lekin bu G11 sizlarga aldab bu G12 deb sotishi mumkin. Sababi bularning rangi qizil. Bularni ham sekin-sekin surib qo'yamiz. Tushundinglar? Hozir 3 tani olib qoldik. Endi eng dunyoga mashhur bo'lgan musor antifrizlarni ko'rsatamiz. Qaranglar, minus 1 gradusda qotib qolyapti. Oddiy mana bunaqa suv quyib qo'yadi, mineralka, o'sha tinchroq. Musor bu. Qo'rqmasdan musor deb aytaman. Xo'p, 3 ta brend qoldi. Brend egalari o'zini mahsulotini taniyotgan bo'lsa kerak, akalar, zo'r mahsulotlar gap bo'lishi mumkin emas. Endi biz o'zimizning muxlislarga nima deymiz? 28000, 27000 mi yoki 19000 mi? Albatta 19000 lik Vertex tanlaymiz. Sizlarga hozir ushbu mahsulotni ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatamiz. Mana minus 45 ligini isbotlaydigan video. Ko'taring. Mana 45 ta muzladi, minus 45 ta mana. Hamma o'ylaydiki, antifriz faqat muzlamaslik uchun. Yo'q, dubayliklar nimaga oladi? Minus 40 ni olishadi yana. Yaxshi antifriz asosiy vazifasi moshani qizib ketmasligi. Suv 100 gradusda qaynasa, yaxshi antifriz 120 gradusda qaynaydi. Vertex antifrizini ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib plastigini ko'rsataman sizlarga. Hoppa, tushishiga qo'ymadik. Issiqqina tandirdan chiqqan. Hozir atxotlarini tozalaymiz akalar. Qo'lim kelib qopdimi, ha? Mana bu qolib ketdi-yu.
Mana idishimiz da tayyor bo'ldi. O'ylashinglar mumkin, mana bu отходlar qayerga ketadi deb. Bu отходlar maxsus drobilkaga tushadi. Mana sizga granula. Asli granula shortandan keladi akalar. Birinchi sortli granula. Hoppa! Ko'rib turganingizdek, idishimizga qopqa обязательно kerak bo'ladi. Hattoki shu ham shu zavodda ishlab chiqariladi. Qo'yilmisizlar? Ushbu zavodda 1 litrdan 30 litrgacha bo'lgan kanistralarni o'zingizda ishlab chiqarishadi. Gap yo'q lekin. Antifrizni o'zagi mekdan tayyorlangan bo'ladi. Mek qaranglar tiniqligini. Voy mamnun. Bunaqa tiniq narsa ko'rganmisizlar? Yaqindan olib kelgim kam. Ham qaranglar tiniqligini. Mazza qilyapti. Ozgina yog'ga o'xshaydi ekan, aka. Mana ol. Aka, qo'lim qizibyapti, yonib ketmaydimi? 180 gradusgacha tezroq chayib olish kerak. Ey. Haqiqiy antifriz rangi o'zi oq bo'ladi. Klasslarga ajratish uchun ranglarga bo'lib chiqishgan. Qizil, ko'k, yashil, sariq, qora sifatli antifrizni xomashyosi Mek ximiyasi hisoblanadi. Bu vagon Primo Erondan kelyapti. Ukam ham yoqqa chiqin, mana bu temirga ehtiyot bo'l, boshingni urib olasan. Ko'rib turgan ximiyalar hammasi mana shu yerda yig'iladi, aralashadi, liniya rozivga borib quyiladi. Lekin bitta narsani aytib o'tib ketaman. Suv ham aralashadi, suvga alohida video tayyorlaganmiz. Qani ketdik. 200 ming dollarlik suv filtrlash sistemasida turibmiz. Okalar, nima uchun suvga shunchalik xarajat qilingan, nimaga deb o'ylaysizlar? Qaranglar, bu suv shunaqa suvki, ichida minerallar umuman qolmagan, toza absolyutli suv hisoblanadi, o'lik suv deyiladi. Bu suv hozir 40 gradusli bo'ladigan antifrizimizda bevosita ishtirok etgandan keyin bizani o'zbekchiligimiz bilan bilasizlar-ku, bizani ob-havomizda hech qachon 40 gradus bo'lmaydi, shuning uchun -20 manga bo'laveradi deb 50-50 yarmini distillangan suv qo'yadi, yarmini antifriz qo'yadi. Bunaqa qilmanglar. Sababi sizlar olayotgan distillangan suv toza distillangan suvmi yo'qmi, uni bilmaysizlar. Distillangan suv bo'lgan taqdirda ham bunaqa darajada emas. Bu degani ichida mineral ozgincha bo'lsa ham qolib ketgan bo'ladi, tuzlari qolib ketgan bo'ladi. Siz 50-50 quyganingizda 20 gradus bo'lib qolmaydi. Aksincha 10, 8, 7 gradusli bo'lib qoladi. Bu degani sizni antifrizingiz 1 tiyinga qimmat bo'lib qoladi degani. Shuning uchun akalar, 20-25 ming turadigan 1 litrli antifrizni dalivga qo'ying, sizda nima ketdi? Zato ertaga mashinangiz mazza qilib ishlaydi. Xullas, mana ishlanganlar liniyaga quyiladi. Qizil antifriz, ko'k antifriz, yashil antifriz. Mana men ko'rib turganinglar ekspertni liniya. Chap tomondagisi ichki bozorimiz uchun liniya. Mana brend kim taniydi? Nomer 1 mahsulot hisoblanadi, bilasizlar, to'g'rimi? Hattoki shu ham shu yerda ishlab chiqariladi. Vertex mahsulotimizni test qilib ko'rsatamiz. 2 qavatli himoya vositasi bor ekan. Mana ikkinchisi. Xo'p, bu yaxshi kirelanganmi yo'qmi? Sinovdan o'tkazamiz. Xo'p. Qarab tur. Mana shunaqa bo'ladi sifatli mahsulot. E'tibor beringlar, men tandirdan chiqishi bilan oldim. Bu hali qotgani yo'q edi. Bu zavodda X-Cool brendi ham mavjud ekan, akalar. Men aytmayman, bozorga borganingizda aynan Vertexni olinglar deb targ'ib qilmayman. Lekin do'konchidan so'raysizlar. G12 bo'lsin, Sparkdan tepasiga. G11 Sparkdan pastlar, ya'ni o'sha Jiguli, Damas'lar ham qilsanglar bo'ladi. Yo'q, men 2-3 mingga qaramayman. Menga qizil ham bo'veradi desanglar, endi cho'nchaga qarab ish qilsanglar bo'ladi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulot to'g'risida to'liqroq ma'lumot olib, keyin sotib olsangiz, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Voy akalar, sklad kattaligini qaranglar. Bekorga eksport bilan shug'ullanmas ekan. Korxona juda ham katta. Hattoki yozda eng chillasida ham mahsulotlar ishlab chiqarish to'xtagani yo'q. Bo'lmasam antifriz o'zi asosan kuzda olishadi odamlar.
Antifriz olayotgan akalarimizni ko'pchiligi rossiyskisini so'rashar ekan bozorga borib. Akalar, biz hozir test qilgan antifrizlarning orasida rossiyskisi bor edi. Ushbu zavod aynan Jizzaxda joylashgan. Bizani O'zbekistonda ham shunaqa sifatli mahsulotlar chiqishini bilarmidinglar? Men masalan bilmasdim. Ko'rib og'zim ochilib qoldi, menga juda ham yoqdi. Milliy g'urur degan tuyg'u bor-da bizda. Shuning uchun akalar, bu kompaniyaga omad tilab qolamiz. Keyingi safar qaysi ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatishni so'rab qolasizlar. Kommentariy qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat.